T-Portal dasturida qadamli dvigatelni ishga tushirish uchun dasturcha, ya'ni proyekt tuzildi. Bu loyihamizning dastur qismi bir nechta bloklardan iborat. Demak, birinchi blokimiz bu MC Power bloki deb nomlanadi. Buni Access, Enable, Start Mode, Stop Mode degan kiruvchi parametrlari bor hamda Status va Error degan chiquvchi parametrlari bor. Axis kiruvchi parametriga, mana bu turibdi, axis kiruvchi parametriga biz aynan qaysi aksisni, qaysi o'qga mo'ljallangan boshqarishni amalga oshirayotganimizni tanlab bu yerdan ko'rsatishimiz kerak. Bizda 4 ta o'q bor. Hozir biz foydalanayotgan dasturlanadigan mantiqiy kontroller 1214C DC kontrollerida 4 ta o'qni boshqara olish xususiyati bor. Shuning uchun bu yerda 4 ta o'q bor, ya'ni axis 1, axis 2, axis 3, axis 4 deb nomlangan. Demak, biz hardware ichasidan birinchi o'qni tanladik. Shuning uchun ham axisga 1 ni ko'rsatdik. Keyingisi enable. Enable false yoki enable true qiymatini qabul qilishi mumkin. Bu degani, agar mana hozir bu yerda true qabul qilgan, endi mana buni aylantirmoqchi bo'lsak, mana aylanmaydi, qotib turibdi. Ya'ni bu tashqi tomondan dvigatelni aylantirishga ruxsat bermaydi. Agar biz dvigatelni boshlang'ich qanaqadir holatga olib kelmoqchi bo'lsak, demak mana shu enable degan joyga biz false degan qiymatni berishimiz kerak. Mana o'zgartiramiz, false. Ana o'zgardi. Ana endi biz shakliy dvigatelni o'zimiz istagan boshlang'ich holatga bemalol qo'ya olamiz. Mana misol uchun bundaroq qo'ysam. Mana boshlang'ich holatga qo'ydim. Ana endi bu joyda enable qiymatini agar true deydigan bo'lsam, demak boshqarish to'liq kontroller zimmasiga yuklanib qoladi-da. Qo'lda biz buni boshqara olmaymiz. Mana bunga aylanishga beradigan bo'lsak, mana qotdi o'sha. Hech qayerga mana buralmayapti. Ana endi bundan keyingi blok, biz foydalanayotgan keyingi blok bu reset bloki deyiladi. MC reset bloki deb nomlanadi. Buni ikkita parametr bor. Birinchisi o'sha obyektimiz, ya'ni axis 1 obyektimiz bo'lyapti. Ikkinchisi uni qiymati. Hozir reset qiymat bizda false bo'lib turibdi. Qachonki true bo'ladi, qachonki dvigatelni ishlash jarayonida qanaqadir xatolik bo'lsa, bu dvigatelni aylantirishni to'xtatib qo'yadi. Ya'ni har xil xatoliklar bor. Endi bu haqida batafsilroq o'tish kerak. Endi hozir shunday tasavvur qilib ketaylikki, agar qanaqadir dasturiy yoki bo'lmasam texnik xatolik bo'lsa, har bitta xatolikning o'zi kodi bo'ladi. Xatolik yuzaga kelganda bu dvigatelni aylantirishni to'xtatib qo'yadi. Hozircha bungacha chuqurlashmaymiz. Keyingi blokimiz bu MC move, mana bunaqa MC move relative, ya'ni nisbiy siljitish deb nomlanadi. Xo'p, buni bir nechta parametrlar bor. Birinchisi enable, ikkinchisi yana o'sha axis, ya'ni bizning obyektimiz x1 obyekti. Ikkinchisi execute, ya'ni ijro qil degan kirish parametri. Agar bunga biz true degan qiymat bersak, biz qo'ygan topshiriqni ijro qiladi. Keyingisi distance deb nomlanadi, ya'ni masofa. Bu qancha masofaga siljishi. Biz tanlagan qadamli dvigatelni aylanishi, ya'ni bitta to'liq aylanib kelishi uchun 800 ta puls berishimiz kerak. Hozir bu yerda 1600 ta qo'yib qo'ygan bo'lsak, demak bu 2 marta aylanib kelishini ta'minlash kerak. Keyingi parametrimiz bu velocity, ya'ni tezlik deb nomlanadi. Qanaqa tezlikda harakatlanadi? Mana hozir 3000 turibdi. 3000 dan sal sekinroq, ya'ni 2 barobarga sekinlashtirib qo'ymoqchiman. 1500. 1500 ga o'zgartirib qo'ydim. Okay. Endi bizda ijro qilishi mana ko'rinib turganidek I00, ya'ni fizik kirishga ulab qo'yilgan. Mana yo'dan qaraydigan bo'lsak, mana knopka orqali demak signal kelyapti. Mana bu yerda 0-kirishga, mana 0-kirishga ulab qo'yilyapti. Endi hozir biz bu signal kirish signaliga bu yerda komandani beradigan bo'lsak, bu 2 marta aylanib to'xtash kerak mana. Mana 2 marta aylanib qaysi joyda boshlagan bo'lsa, xuddi shu joyda to'xtayapti. Bu hozir dasturli boshqarish bo'lyapti, lekin sanoat korxonalarida
dasturli boshqarishdan tashqari jog rejimi deyiladi. Qo'lda bosib turib boshqarish. Mana misol uchun biror bir katta mashina qaysidir pozitsiyada to'xtab qoldi-da, lekin biz uni sekin aylantirib bizga kerakli pozitsiyaga olib kelmoqchimiz. Buni dasturli boshqarish qilinmaydi. Buni jog tizimida boshqarish, qo'lda boshqarish qilinadi. Buning uchun mana bunaqa jog blokidan foydalaniladi. MC jog. Bu degani qo'lda boshqarish. Qo'lda boshqarishda mana ko'rib turgandek, ya'ni obyektimiz, o'sha X1 degan obyektimiz oldinga aylantirish biti, ortga aylantirish biti hamda aylantirish tezligi. Odatda qo'lda boshqarishni aylantirish tezligi dasturda boshqariladiganidan ko'ra sal sekinroq bo'ladi. Shuning uchun men bunga 1000 qo'yib qo'ysam to'g'ri bo'ladi mana. 1000 sekundga qo'yib qo'ysam bo'ladi tezligiga. Demak, dasturda boshqarganimda, endi hozir mana buni yana o'zgartirsak, yana ham yaqqolroq ko'rinadi. Bu yerda ham hozir velocity bitta o'zgaruvchi bo'lganligi uchun nariyoni o'zgartirganim bu yerda ham o'zgarib qoldi. O'zi odatda bu yoqqa ikkita o'zgaruvchi qo'yilsa, ikki xil qilib, demak, uni qiymati bunga ta'sir qilmaydi. Hozir shunchaki test uchun ishlatilganligi sababidan velocity bu yerda ham o'sha MD6, u yerda ham MD6 bitta adresda bo'lgani uchun ikkalasi bitta narsa bo'lyapti. Endi qo'lda boshqarishni amalga oshirmoqchiman. Qo'lda boshqarish misol uchun oldinga aylantirmoqchiman. Mana bu joyiga hop true beradigan bo'lsam, mana oldinga aylanish amalga oshyapti mana. Bu aylanish to'xtamasdan davom etaveradi toki men oldinga aylanishni qo'yib yubormagunimcha. Endi oldinga aylanishni qo'yib yuboramiz. Mana bu joyda true turibdi. Buni false rejimga o'tkazamiz. Qo'yib yubordik. Endi ortga aylantirishni ko'ramiz. Mana bu false ga true beramiz. Odatda bu ham knopkaga bog'lab qo'yiladi-da. Bosib ushlab turgan paytda aylantirish kerak. Mana endi ortga aylanishni ko'rishimiz mumkin. Bu aylanish ham davom etaveradi toki biz to'xtatmagunimizcha. Mana bu yerda to'xtatsak, false qiymat beradigan bo'lsak, mana to'xtadi. Demak, qadamli dvigatelni boshqarishda asosan ishlatiladigan instruksiyalar, mana shu instruksiyalar birinchi navbatda har doim ishlatiladigan power instruksiyasi. Mana bu yerda eng birinchi turadigan MC power instruksiyasi. Demak, bu dvigatelni aylanishiga ruxsat berish yoki ruxsatni to'xtatish vazifasini bajaradi. Endi mana bu yerda power instruksiyasidan keyin bitta kod qo'yib qo'yilgan. Demak, bitta normal yopiq kontakt hamda bitta coil qo'yilgan. Bu nima uchun? Demak, qachonki biz bu yerda mana bitta ruxsatni olib tashlasak, enable ga ruxsat beradi, ya'ni motor qo'lda aylantirishimiz mumkin. Qachonki bu yerga ruxsat qo'yadigan bo'lsak, misol uchun true qo'yadigan bo'lsak, demak, bu o'zi boshqarishga o'tib oladi, qo'lda boshqarishga ruxsat bermaydi va mana bu nofaol holatda turibdi. Agar biz bunga false beradigan bo'lsak, buni statusi nabrot 0 bo'lib qoladi-da. Mana bu yonib qoladi. Demak, enable ga bizga ruxsat beryapti. Enable da biza qadamli dvigatelni o'sha enable plus degan kanalni, ya'ni mana bu yerda turadigan. Mana bitta mana ko'rinyaptimi? Mana enable plus degan kanalni o'sha oxirida turibdi mana. Ulab qo'yganmiz. Demak, biz hozir buni borib qo'yganimizdan keyin bemalol qo'lda xohlaganimizcha pozitsiyaga olib kelib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi demak, reset bloki, ya'ni qanaqadir xatolik bo'lgan paytda boshqarish to'xtatib qo'yish bloki va keyingisi move relative, ya'ni nisbiy siljitish. Bu yerda hozir ikkita xil siljitish bo'lishi mumkin. Relative, ya'ni nisbiy hamda absolute. Absolute deganda o'sha boshlang'ich 0 nuqtaga nisbatan bo'ladi. Relativeda qayerda to'xtasa, o'sha to'xtagan joydan qanchadir qadam sanaydi. Mana misol uchun 10 qadam yurgin dedik. 10 qadam yurdi-dek to'xtadi. Ana endi yana 10 qadam yurgin desak, yana 10 qadam shu to'xtagan joydan sanab ketadi. Absolutda unaqa emas. Misol uchun 5 qadam yurgin dedik, 5 qadam yurib to'xtadi-dek, endi 5 qadam yurgin desak, endi yurmaydi u. Chunki o'sha 0 ga nisbatan o'sha 5 qadamda turibdi bu. 10 qadam desak, o'sha 5 dan keyin 5 ta turgan bo'lsa, yana 5 qadam yuradi. Demak, общий summasi absoluti bizda 10 qadam bo'lishi mumkin. No, ko'p ishlatiladigani mana shu relative. Chunki shu yetib kelgan nuqtasiga nisbatan keyingi koordinatasi ko'pincha tanlanadi. Xo'p, mana bu joyda demak move jog bu ham ko'p ishlatiladi, ya'ni
qo'lda sekin aylantirib turib qaysidir pozitsiyaga olib kelib olish uchun ko'proq kerak bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich pozitsiyasini olib kelib olish uchun. Yoki bo'lmasam yana bitta yo'li, mana bu yerda enable berib turib, mana bu yerda power degan joyiga demak false berib turib, o'zimiz qo'lda sekin unaqa nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi. Bu bitta varianti. Endi hamma mashina mexanizmlarini ham, hamma detallarni ham qo'lda boshqarish imkoni yo'q. Shuning uchun ham ko'pincha jok bloki mana bu ishlatiladi. Jok bloki qo'lda boshqarish bloki ishlatiladi. Mana shu qisqacha shu.